Gruziyaning tabiiy meva sharbatlari qo'shilgan limonadlar va Borjomi mineral suvini tatib ko'ring. Ko'p qirrali ta'mni kashf eting hamda hissiyotlarni uyg'oting. Borjomidan asl Gruziya limonadlarini tatib ko'ring. Limonati by Borjomi 100% tabiiy. Oripov Play haqida 100 fakt. Qani ketdik. Ismi Shahboz, familiyasi Oripov, gamer va youtuber. Oripov Play nomli YouTube kanali bor. Millati o'zbek, Samarqandda tug'ilgan. Oilada ikkinchi farzand, bitta akasi va ukasi bor. Samarqand davlat chet tillari universitetida o'qigan. 24 yoshda, bo'yi 1.68 cm. Jonli qo'shiq aytishni yoqtiradi. Streamlarda ko'zoynakda o'tiradi. Rus tili, ingliz tili, italyan va tojik tillarini biladi. Horror o'yinlarini yaxshi ko'radi. Telegram kanalida auditoriyasi bilan suhbatlashadi va u yerda 3700 dan ortiq obunachisi bor. Eng yaxshi ko'rgan ovqati osh. Prevyularni asosan o'zi tayyorlaydi. Eng yaxshi ko'rgan streameri Aisha Speed. Relax muzikalar eshitib ishlashni yaxshi ko'radi. Morg haqida o'yin o'ynagan. Eng zo'r multfilm o'yin deb Lost in Play o'yinini aytgan. YouTube kumush knopkasini olgan. Mobile Legends o'yinini yaxshi ko'radi, lekin har sezondan keyin o'chirib tashlaydi. Schoolboy o'yini orqali tanilgan va shu o'yin haqidagi videosi 600 mingdan ortiq prosmotr olgan. Arfo ismli preview tayyorlovchi dizayneri bor. Iha Oripov Playga raid qilgan. Asosan horror o'yinlar o'ynaydi. Velosipedda sayr qilishni yaxshi ko'radi. Videolarning montajini ham o'zi qiladi. Kino ko'rishni yoqtiradi. Eng yaxshi ko'radigan kinosi Galaktika qo'riqchilari. Auditoriyasining katta qismini 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil etadi. Suzishni biladi. Chupakabralarni ovlashga ketgan. 1 yilda YouTube monetizatsiyasidan $93 ishlagan. Eng yaxshi ko'rgan hayvoni mushuk. Martin ismli mushugi bo'lgan, lekin u qochib ketgan. Pianino chalishni biladi. Qo'rqinchli videolarga reaksiya qilish haqida YouTube kanaliga ega va u yerda 30 mingga yaqin obunachisi bor. Svet ko'p o'chish sababli streamlar qila olmagan. Negativchilarga javob berishni yaxshi ko'radi. Oripov Shahzod nomli Instagram akkauntiga ega va u yerda 3000 dan ortiq obunachisi bor. Yakshanba kunini yaxshi ko'radi. Plants Zombie o'yinini ham o'ynab ko'rgan. 90% o'zi o'ynab yutgan o'yinlarni kompyuterdan o'chirib tashlaydi. Ustidan bookmaker reklamasi uchun yozib yuborishgan. Bir qismli anime ko'rishni yoqtiradi. Faqat Hayao Miyazaki ishlagan animelarni ko'radi. Animelarni faqat rus va ingliz tillarida ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan animesi esa Spirited Away deb nomlanadi. Iloji boricha har bir kommentariyani o'qib ko'radi. YouTube'dagi faoliyatini 2023-yilda boshlagan. 7 kun ketma-ket video yozish maqsadiga erishgan. Tirikchilik nomli donat silkasini ishlatadi. Gitara chalishni maktab davridan boshlagan. Telefonni yo'qotib qo'ygan. Twitch'da bir marta stream qilgan. 8 soatli stream o'tkazgan. Turkcha qo'shiqlarni ham yaxshi ko'radi. Charchagan vaqtida Yurar Qala nomli animeni ko'radi. Jinlar bazmi haqida o'yin o'ynagan. Otishma o'yinlarga qiziqmaydi. Kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Yoshligida Ruh 513 kinosini ko'rib uxla olmagan. Uzum dastavka haqida horror o'yin o'ynagan. Yoshligida Smurflar haqidagi multfilmni yaxshi ko'rgan. O'zini o'zbek Taysonga o'xshatgan. 4 yil ingliz va italyan tilida o'qigan, lekin IELTS ola olmagan. Oripov Play uchun aniq bir rejim yo'q. 24-mart kuni YouTube'da 100 ming obunachiga erishgan va hozirgi kungacha 300 dan ortiq videolar yuklagan. Telegram profilini o'chirib tashlamoqchi bo'lgan. Doim ChatGPTga rahmat aytadi. Hayotda ham hazilkash. Eng katta maqsadi Let's Play yo'nalishida birinchi o'rinda bo'lish. Logistikada ishlaydi. Streamer bo'lmaganida gid bo'lar edi. Eng yaxshi ko'rgan rangi olov rang. Yaxshi ko'rgan qizi bor. Birinchi o'ynagan o'yini iloncha bo'lgan. O'zbek streamerlarini kuzatmaydi. Maktabda a'lo baholarda o'qigan. 10 yildan beri o'yinlar o'ynaydi. Futbolga qiziqmaydi. Bitta videoda 3 xil horrorlarni o'ynaydi. G'azo haqidagi o'yinni o'ynab ko'ziga yosh kelgan. YouTube'da asosan qo'shiq eshitish uchun kiradi. Rus blogerlardan Shimarashovni kuzatadi. Xotirasi yaxshi emas. 100 mingta obunachiga yetmagunicha tanishlari uni stream qilishni bilmagan. Umumiy 1,5 million prosmotrli videolar ustidan yozib yuborishgan va bu videolar ko'rinmay qolgan. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.